bu mashinani birinchi bo'lib beraman sizlarga, dumalab qolasizlar. Bu mashina Teslaga Model S'ga raqobat bardosh qilib ishlab chiqarilgan eng kulgili narsasida. Bu narsadan Elon Musk xabari bormi yo'qmi bilmadik-ku. Xitoydagi elektromobil haqida nima deysiz desa, buni men aytmoqchi emas edim, lekin men sizlarga bitta narsa, mashina o't to'xtatib qo'ymanglar, o'tkazib yubormanglar, men sizlarga zo'r tagidan, ustidan hamma joyini men sizlarga zo'r qilib beraman. Bilasizlarmi, bular nima qildi? Ideyani o'g'irlagan bo'lsa, birato'la ishchilarni o'g'irlashni boshladi. Injenerlarni o'g'irlab kelishdi. Katta pullarga, do'stlar. Bular butun boshli mashinani, proyektlarni o'g'irlab yubordi. Endi bu mashinani do'stlar hozirgi kunda elektromobil narxini nimaga tashab yuboryapti? Eng kam narx tashlaydigan bu bizni O'zbekiston sharoitida narxi og'ziga kelgan narx. Bu mashina nima bu? U ag'ini gapirilmaydimi? Bu ikkinchi qo'l mashinalarni olayotganda qaytaga qarash kerak. Endi yana bitta joyi ham bor. 85% batareya qilib qo'ygan. Nima qilgan Xudo biladi. Sal yomon emas. Ko'ti sinib ketadi, ko'tidek balon. Bunda unaqa emas mana. Bemalol komfortni boshqarishga yetadi-da. Endi do'stlar, mana bu narsa qanaqa radarligini kommentariyaga kim to'g'ri yozgan bo'lsa, men sizlarga zo'r bitta podarka jo'natib beraman. Mashinaga va imенно elektromobilga. Mashinani hadovoy qismini ko'rsatish uchun buni ustalar biladi. Ustalarga mana shunisi yaxshi. Mana shu Xitoy mashinalarida menga nimasi yoqadi? Ana shunisi zo'rda, do'stlar. Do'stlar, xullas bu mashinada men haydab ko'rib, men Malibuga taqqoslasam Malibudan zo'r. Puliga arziydi lekin. Do'stlar, to'g'ri, ayniqsa men Chevrolet egasdan. Qanaqangi zaryad qilgansiz? 80 ming probegacha menimcha mashina o'zini yo'qotmaydi. Zapchas qilmaysiz. Do'stlar, xudo xolasa keyingi safar bundan ham boshqa bitta mashinani ko'rsataman. Bundan ham qiziq bo'ladi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Do'stlar, bu mashinani birinchi bo'lib 2018-yilda Guanzhoudagi avtoshouda ko'rgazmaga qo'yilgan. Bu odamlarga juda ham yoqib tushgan va 2019-yildan boshlab bu massiv ishlab chiqarishni boshladi. Lekin bu mashinani tarixini aytib beraman sizlarga, dumalab qolasizlar. Undan oldin men o'sha payti nechta pozitsiyada ishlab chiqarilganini aytaman. Bunda ikkita tur bo'lgan. Birinchi turi bu GAC Aion S530 48 kilovatli batareya bilan va GAC Aion 580 135 kilovat motor va 55 kilovat batareya bilan demak ishlab chiqarishni boshlagan. Kulgili narsani aytaymi, bu mashina Teslaga Model S'ga raqobat bardosh qilib ishlab chiqarilgan eng kulgili narsasida. Bular nima qilishgan? Tesla Model S'da ko'rishgan va o'shani tipidagi mashina ishlab chiqaramiz, o'shanga raqobat bardosh bo'lamiz deb ishlab chiqarilgan ekan. Qaranglar. Kulgili-da. Endi bu narsadan Elon Musk xabari bormi yo'qmi bilmadik-ku. Endi haliga videolarda chiqqan esinglardami? Haliga bitta reportyorcha olib Elon Muskdan savol so'raydi. Xitoydagi elektromobil haqida nima deysiz desa, nima BYDmi, nima GACmi, nima deb haliga bitta mashinani nimalarini aytib beradi, kompaniyalarni, va u aytadi. Ahvolini qaranglar. Mana ishlab chiqarilgan mashinalarimni ko'ringlar, endi buni ahvolini ko'ringlar deb ular kiyimda solishtirib ko'rishadi. Haqiqatan ham o'sha paytdagi intervyusiga bergan videoda nalajeniya qilib qo'yganda endi o'sha mashinalarni. Buni mashinasini rasmini qo'yib qo'yapti-da, ishlab chiqarilgan elektromobillar rasmini qo'ysa, yer bilan osmonda. Buniki Tesla Model S'larini bunday rasm bilan qo'yib qo'yapti. Bitta bujmaygan bitta turbuchi, farlar, turbuchi bitta mashina, elektromobilni rasmini qo'yib qo'ygan. Haqiqatan ham shunaqa edi. O'sha payti Elon Musk ishlab chiqarish boshlaganda Xitoy avtokompaniyalari, ayniqsa mana shu elektromobil bilan shug'ullanadigan kompaniyalar hali bunchalik darajada modernizatsiya yoki bir tashqi ko'rinishiga yo bir sifatiga ahamiyat bergani yo'q edi. Keyin, xo'p, nima deyapti? Anaqani toqmadinglar deyapti. Mana buni men aytmoqchi emas edim, lekin men sizlarga bitta narsa, mashina 30 kilometrdan yuqori oshgandan keyin avtomatik ogohlantiradi. Siz remeningizni taqmadingiz deb. Bu ham bitta funksiyasiga kiradi. Buni oxirrog'ida bu funksiyalarni ko'rsatayotganimda sizlarga aytib o'taman. Darvoqe to'xtatib qo'ymanglar, o'tkazib yubormanglar. Men sizlarga zo'r tagidan, ustidan hamma joyini men sizlarga zo'r qilib beraman. Hozir bizdagi mashina o'sha mey pozitsiyasi deyiladi. Bunda endi boyitilgan, bolli, komfortabilni, bolli kuchaytirilgan deyishadi-yu, lekin qolgan pozitsiyalari bilan motor hajmi bir xil. Ya'ni 100 kilovat motor bir xil. 530 da ham, 580 da ham hammasida bir xil. Va bilasizlarmi, bu motor qanaqadir menga kuchsizga o'xshab tuyulyapti. Sababi mashinachi unaqa ilg'ab olmaydi-da, tushunyapsizmi? Gaz bosganingizda elektromobilda o'tirgandek his qilmaysiz. Haligi mashinalarni ko'rasiz, bitta gaz bossa, fash tortib ketadi. Mana, misol uchun, o'sha Teslalarni ko'radigan bo'lsangiz, Tesla qo'yib turaylik, u amerikanskiy mashina. Xitoy mashinalar. Netayasizlar, misol uchun, BYDni misol uchun Son L va shunga o'xshagan yana mashinalar bor, o'sha turlari bor, ulardachi boshqachada. Ularda bitta gaz bossangizchi, vash etadi mashina. Havoni kesib yuboradi. Bu mashina unaqa emas. Bu mashina o'sha paytda 2018-yilda ishlab chiqarilganda bunaqa narsalar umuman bilmayman, nazarda tutilmaganmi? Bu mashina shu gaz bosasiz, kutib turasiz yurishini. Aniq. Bosib turasiz, qarab turasiz, qachon yurarkan. Hozir mana men bosaman, qaranglar, men eko rejimdaman, qisqasi. Men sizlarga yana bitta ma'lumot aytaman.
faqatgina Mei pozitsiyasida S580 Mei deyiladi. Buni xitoyliklar biladi. O'zimizda ham biladi ko'pchilik. Bunda 3 ta nima bor? Eco, normal va sport rejimlari bor. Endi men hozir buni eko rejimida yurib ko'raman. Qani sizlarga qanaqangi taassurot bo'lishini aytaman. Hozir biz eko rejimiga qo'yamiz mana. Rejim eko endi boshladik. Bosdim. Oradan 1 sekund o'tdi. Qo'zg'alishi uchun. Gazni bosdim. Ozgina kutib turdi-da, keyin yurib ketdi. Bu endi eko tizimi. Hozir endi do'stlar normal rejimga oldim. Bunda ham menimcha o'zgarish bilmasa kerak. Asosiysi menimcha sportda bilinsa kerak, mayli. Bilib qo'yaveramiz. Sababi bu bizni hozirgi videomiz. Bu mashinani qanchalik yaxshiligi, yomonligi emas. Bu mashinani mana hozir 30 ming probeg yuribdi. 30 ming probegda o'zini qanchalik tutishi haqida gap ketyapti. Shuning uchun farqi yo'q, o'raveramiz do'stlar. Aslidagi oson. O'tkazib olinglar, bo'lmasa ko'ringlar qanaqa bo'lishini. Xo'p, ketdi. Bunda sal-pal bilyapti. Sal-pal bilindi. Naqan kutib turmadi. Sal-pal sezganday bo'ldi gazini bosganimda. Hozir endi sport rejimga olib ko'ramiz. Balkim sport rejimda biz o'ylagan narsa bo'lmasa kerak, sirazi olib ketsa kerak, o'sha elektromobillarni his qildirsa kerak, bilmadim. Hozir yana bitta ko'ramiz. Xo'p, ana endi do'stlar sport rejimiga olib ko'ramiz. Bu qanchalik zo'rligini yoki yomonligini hozir real emasligini ko'rsataman. 1 2 3 birti. O'sha xuddi shunaqa bosaman, keyin 1 sekunddan keyin qilyapti. Sababi bu mashina poyga uchun chiqarilmaganda, mana qayerda gap. Bu mashinani o'zi aslida ishlab chiqarishdan maqsad taksiga bo'lgan ekan. Taksiga ishlab chiqarilgan ekan. Ha, desa, komfortabilni, lekin model S'ga biz moslashyapmiz demoqchi bo'lgan xolos. Chunki buni tuzilishi ham mana shunaqangi bo'lganda, bunaqangi mashinalar u paytda kam bo'lgan. 18-yil bunaqangi proyekt bo'lmagan. Bu mashina vobsheta kuzovini olib qaraydigan bo'lsak, umuman boshqa kuzov bo'lgan aslida. Keyin buni modifikatsiya qilingan. Xitoy kompaniyasi nima qildi? 2019-yilda ishlab chiqarishni boshlagan bo'lsa, 2016-yil, 17-yillardan boshlab Xitoy kompaniyalari mashinalarini sifatiga, tashqi ko'rinishiga ahamiyat berishni boshladi. Bilasizlarmi, bular nima qildi? O'sha sifatini, hamma joyini modernizatsiya qilish uchun bular oldin ideyani o'g'irlagan bo'lsa, keyin 2017-yilga kelibchi, birato'la ishchilarni o'g'irlashni boshladi. Misol uchun, Porsche'dan o'g'irlashdi, Mercedes'dan o'g'irlashdi, BMW'dan o'g'irlashdi. Xullaschi, bular nima qilishdi? Ideya o'g'irlashmadi, birato'la injenerlarini o'g'irlab kelishdi, modelyerlarni ham o'g'irlab kelishdi. Katta pullarga, do'stlar. Bu degani u modellarni ideyasini o'g'irlamadi. Bular butun boshli mashinani, proyektlarini o'g'irlab oldi. Mana shuning uchun Xitoy mashinalari kuchayib ketdi. Bizda aytishadi, Xitoy mashinalari yomon, Xitoy mashinalari yomon. Biz hali u darajaga yetib kelganimiz yo'q, do'stlar. Buni tan olish kerak. Endi bu mashinani do'stlar 30 ming kilometr yurgan. To'g'ri, ja'naqa ko'p yurmagan. 30 ming kilometr hech nima emas. Hozir GMga qarasangiz 100 ming siz yangi ekan turadi. Bunda endi 30 mingda ham juda yangi hisoblanadi. Lekin hozirgi kunda elektromobil 30 ming yurgan elektromobil narxini nimagadir tashlab yuboryapti. Odamlar o'zicha xohlamayapti. Ha, bu nima, u nima, narxi tushib ketadi. To'g'ri, narx tushishi mumkin. Sababi bu ofitsialniy yaqinda bitta statistika bo'ldi. Xitoyda mashinalar, ikkinchi qo'l mashinalar 1 yilda necha pulga tashlaydi? Eng kam narx tashlaydigan bu Nissan ekan. Nissan kompaniyani o'sha 57, 58, 59lar u paytda 56 yo'q edi. O'sha nima qilganda men ko'rdim. 57lar misol uchun oladigan bo'lsak, 7% gacha tashlayotgan. Umumiy narxidan 1 yil davomida yurilgan kilometri 50 mingdan 100 minggacha bo'lgan holatda 7% tashlaydi xolos. Bu degani misol uchun 10 ming dollar bo'lsa, 700 dollar tashlaydi degani. 100 ming dollar bo'lsa, 7 ming dollar tashlaydi degani. Xitoy ofitsialni chiqardi buni. Endi undan keyin ikkinchi o'rinda BYD turibdi, undan keyin boshqalari turibdi. Ular ham o'sha 8%, 10% mana shunaqa tushyapti. Bu yurgan probegiga qarab, ya'ni o'sha 50 mingdan 100 minggacha bo'lgan holat yurgani va 1 yil davomida. Ana qarang, qo'rqdinglarmi? Davom etamiz. Do'stlar, bu mashinada gak ayollar bizni O'zbekiston sharoitida narxi juda ham tushib ketadi deyapti-da. Yo'q, tushib ketmaydi. Nimaga tushib ketadi? Bizda bozorga chiqsa ketdi. Og'ziga kelgan narx. Bu mashina nima bu? Nimasini tekshirish kerak bilmaydi ham. Keladi, elektromobil 4 ta baloni bor, zo'r mashina, zo'r deydi. U ag'ichi, ag'ini gapirilmaydimi? U mana uni misol uchun 100 ming kilometr yurgan mashina, ofitsialniy zavodda o'zi garantiya beryapti. Mana uncha kilometrgacha batareykasi pishmaydi agar to'g'ri ekspluatatsiya qilinsa deyapti. Bizda nima qiladi? Olib keladi, tars etib unaqa 100 kilovatliga tiqadi. Bo'ldi, mana shunda olib, zo'r meni mashinam, zo'r. Mana aytilgan probegda yuryapti. Mana shu bizda o'zbekda. Yo'q, unaqa narsa yo'q, do'stlar. Bu mashinada avvalambor olayotganinglarda, ayniqsa ikkinchi qo'l. Men nimaga bu 30 ming kilometrlik yurgan mashinani hozir obzor qilyapman? Sababi tushuninglar. Ikkinchi qo'l mashinalarni olayotganda qaytaga qarash kerak. Mashinaning avvalambor batareykasiga qarash kerak. Bekorga hozir men Toshkentda biz mana vodiy, vohalarda shunaqa narsa bor. Mashina ekanda,
olaver. Yo'q, batareykasi tekshirting, necha foiz turibdi. Chunki mashinani 3 dan 2 qismi bu batareykani puli. Misol uchun mashina 30 ming dollar bo'lsa, uni 20 ming dollar batareyka hisoblanadi. Do'stlar, shuning uchun hisobingizga olinglar. Misol uchun mashina agar to'g'ri ekspluatatsiya qilingan bo'lsa, ya'ni uyda zaryadkaga qo'yib, o'sha 7 kilovatniga qo'yib, o'zidan chiqqan 1,5 yoki 3 kilovatnilarda qo'yib, mediyni zaryadkada olib yurgan bo'lsa, unda batareykani tushish ehtimoli juda ham past bo'ladi. Endi yana bitta joyi ham bor, do'stlar. Ana shu 100 kilovatlikni qo'yganda, boshqa bo'lganda batareykani tushish xavfi juda ham kattalashgan sari sizni narxingiz tushaveradi. Mana yaqinda bittasi ko'rsatdi, 97% chiqdi. Yana bittasida ko'rdik 98%. 90%. Ishonasizmi, 85%ligini ham ko'rdim mashinalarda. 85% batareya qilib qo'ygan. Nima qilgan Xudo biladi. Nima qilgan? Qanaqa qilib 85 ga olib kelib qo'yish mumkin? Men tushunmadim. Egasidan so'radim. Nima qilgansiz? Shu ko'chada zaryad qilganman. Ha, yana nima qilgansiz? Shu yurganimizda tez. Qanaqa tez? Qanaqa tez degan savolimga javob qarang. Bular nima qiladi? Hozir yangi boylar bor. Maqtanadigan. Qizildan yashil yonishi bilan bitta gaz bosadi, uchib ketadi. Bu ham batareykani rasvo bo'lishiga olib keladi. Bu nafaqat batareyka, motorga ham ta'sir qiladi, do'stlar. Shuning uchun man sizga ko'rsatdim. Mashina hali ham tetik. Yomon emas. Mana boshqarilishi, mana kitobida 27 gradusgacha mashinani bu ugl razvorot ko'rsatgan. Haqiqatan mana uzun mashina, haqiqatan uzun. Lekin ugl razvorot juda ham yaxshi. Mana bu rullarga ham, rulyovoy kolonka deydi, rulni boshqaruv. Yomon emas. O'zini tutishi yomon emas. Mana sekin holatda yaxshi. Keyin og'irligi ham bilinmayapti. Mashinani ham mana bu hadovoy chassi ham juda ham yaxshi, do'stlar. So'z burayotganingiz o'zi bilinadi. Hozir mana buraman, mana. Yomon emas. Mashina qayrilib ketmayapti, anaqa yon boshlab ketib qolmayapti. Mashina o'zini chiroyli tutib yuryapti. Endi bu taraflari haqiqatan ham sal yomon emas. O'sha o'ylagan narsalari Teslaga raqobatbor bo'ladi. Chunki mana yomon emas-da mana. O'tirganda likillatib olmayapti. Yomon emas, ko'tini ham tashamayapti mashina. Odatda bunaqa uzun mashinalar ko'tini tashab yuboradi. Yomon emas, hozir endi test qilamiz. Mana bunaqa testni bilasizlarmi, bunday kelganda bunday qiladi. Buni qanaqa testligini bilasizlarmi? Buni hozir endi katta joyi yo'q. Buni testni bilganlar yozib ketinglar, bu qanaqa testligini. Buni odatda qilishadi mashinalarda. Tez kelib turib, yo'ldan sraz prepyasiya chiqqanda o'zini olib qochish. Tortmayapti. Mashina tortib ketmayapti bu joyga. Buni hisobga olish kerak. Mashina tortib ketmayapti. Boshqaruv yaxshi, qo'lingizdaligini his qilasiz. O'zingiz haydayotganingizda qo'lingizdagi mashina haqiqatan ham shu boshqaruvdaligini bilasiz. Misol uchun katta anaqangi mana BAJ'ni songi. Bunaqa qila olmaysiz. BAJ songda kerakli javob beraman, bunaqa qila olmaysizlar. Mashina tortib ketadi bunaqa lapamda. Undan ham battari bor. Uni nimasi, podveskasi yaxshi emas. To'g'ri, McPherson deydi, lekin unda nagarichashga emas. Ko'ti sinib ketadi, ko'tidagi balon. Bunda unaqa emas mana. Sraz kelyapmiz. Yomon bas. To'g'risini aytish kerak, yomon bas. Ko'chalarda ketyapmiz, do'stlar mana. Yana bitta gak ayon. Chunki bu juda ham yaxshi-da, lekin bu boshqachasi ekan. Gak ayonni oddiyroq ekan, orqasiga yozib qo'yibdi. Mashina shahar ko'chalarida o'zini tangi normalna, ya'ni o'zini juda ham yaxshi his qilyapti. Juda ham qo'pol emas mana. Tor ko'chalardan ketyapsiz. Unaqa qo'pol emas, sizga voy, sig'mayapman deydigan. Uzunligi yaxshigina uzun. Mana undan uzun, mana janavardan uzun, mana ko'ringlar mana. Balandligini ham ko'ringlar mana. Tumshug'i qatta-yu, ko'ti qatta. Bundan uzun. Bu o'zi kalta mashina. Lekin Lacetti'dan ham uzunroq deyiladi. Men sizlarga pastga tushganimni tushuntirib beraman. Lekin o'zingizni juda ham komfort his qilasiz. Bu o'sha mashina elektromobilligida mana bunaqangi holati mana prostorni deydi, ya'ni kengligida o'zi juda ham yaxshi his qilasiz bu mashinada, ayniqsa shahar sharoitida, do'stlar. Mashinaning ovozini eshityapsizlarmi? Mana shu mashinadan chiqadigan postoyanniy ovoz. Endi bu ovoz bo'lmasa ham o'sha aytishadi-ku, odamlar qo'rqib ketadi. Shuning uchun iloji boricha qanaqadir ovoz chiqarib qo'yiladi elektromobillarga. Mashinada ultrazvukovoy radarlari bor. Mana shu 3 ta bo'ladi. Bu oldida bo'ladi asosan, и parkovочный radarlari bor. Endi bo'ladi, shuni o'zi yetadi bunda. Boshqa narsa yo'q. Shuni o'zi yetadi. Mashina bemalol komfortni boshqarishga yetadi-da. Endi bungacha lidar qo'yib, balo qo'yib, batar qo'yib olish shart emas. Hozir ko'ryapsizlarmi, peshanalarga 3 tadan lidar qo'yib chiqadigan mashinalar bor. Endi to'g'ri, puliga yarasha-da. Bu mashinaning puliga yarasha. Arziydi. Endi nimalari bor deganda, zadniy vid kamera bor mashinada, ultrazvukovoy radarlari bor. Endi yana bitta narsasi bor. Mana bu bokovoy bor, faqatgina mey pozitsiyasida, ya'ni bizdagi pozitsiyada istadi. Bokovoy zerkal. Boshqa nimalarda pozitsiyalarda yo'q bu narsa. Faqatgina mey pozitsiyasi, ya'ni bizdagi pozitsiyada hozir mana shu luk. Bu ochiladigan luk. Faqat panorama emas. Ochiladigan luki bo'ladi. Qolgan bironta pozitsiyada luk bo'lmaydi. Yana davom etamiz, mana sizlarga tushuntirib beraman. Ultrazvukovoy radar mana shu narsa bo'ladi. Bu ani chiroqcha emas bu. Ko'pchilik tushunmaydi. Mana ultrazvukovoy radar, orqadagi kichkina dumaloqchalar, parkovочный radar. Tepasidagi ani tumshug'iga chiqyapti, lisanlarda, C16larda, lip motorlarda tepasida bunday lazer bo'ladi. Ani lazerni lidar bo'ladi. Endi yana bitta narsa ko'rsataman, keling. Do'stlar, mana bu narsa qanaqa radarligini kommentariyaga kim to'g'ri yozgan bo'lsa, men sizlarga zo'r bitta podarka jo'natib o'raman. Mashinaga va imенно elektromobilga eng to'g'ri birinchi yozgan odamga podarka bor.
Do'stlar, men yaqinda zo'r konkurs o'tkazaman. O'sha konkursda yutganga men elektromobillari uchun, endi meni bilasizlar, menda ko'proq elektromobillar, Xitoy mashinalari, shunda meni ham sovg'alarim mana shularga yaqinroq narsa bo'ladi. O'sha konkursimda men sizlar uchun zaryadniy stansiya beraman, 3,5 kilovatli. Konkurs o'tkazamiz. Kim to'g'ri javob bersa, o'shanga zaryadniy stansiyani jo'natib beraman. Mashinani hadovoy qismini ko'rsatish uchun men ataylabki sizlarga yamaga olib kelib ko'rsatay dedim. Mana shu Gaka Ion S580 ning tag qismi old qismi hisoblanadi. Ko'ryapsizlar, motor zashta bilan qoplangan. Mana bu podveskalar deydi, McPherson deydi. Hozir sizlarga bu nimaligini mana tushuntirib beraman. Ungacha mana bu tomib turgan narsani ko'ryapsizlarmi? Bu oddiy kondisionerda kondensator. Elektromobillarda ko'pincha mana shunaqa tagidan tomib qolsa ko'pchilik "Voy, yog' ketdi, balo bo'lib ketdi" deydi. Yo'q. Bu mana shu yoz kunida kondensat mana shu yerdan oqib tushadi. Mana shu McPherson hisoblanadi. Endi bilmadim qanchalik bu odamlar tushunadi. Men sizlarga tushuntirib beraman. Buni mnoga rechashka deydi. Ya'ni mana shu standart McPherson mnoga rechashka hisoblanadi. Mana shu hozirgi любой elektromobilga xuddi shu tartibda qo'yilyapti. Ya'ni BYD ham, Gaka Ion ham, Leapmotor ham, boshqasi ham mana shu klassdagi hamma mashina mana shu tartibda hadovoy bo'ladi. Buni yaxshi tomoni bor. Misol uchun buni ustalar biladi. Ko'rgis qistaydi. Fransiyani mashinalari bor, uni hech kim tushunmaydi. Ustalarning azobi hisoblanadi. Ayniqsa Renaultlar, Peugeotlarda vobshe chochtikka kutadi. Uni bilganlar biladi. Bu Xitoy mashinalarida o'ylaysiz, misol uchun, Xitoy mashinasi yomonmi? Bularda standart. Do'stlar, hamma narsa standart. Ustalarga mana shuncha yaxshi. Almashtirish ham oson, buni texnik xizmat ko'rsatish ham oson. Hamma narsa aniq tiniq joylashga ochiladi, ko'riladi, qo'yiladi. Endi reduktori ham ana shu joylashgan. Aytmoqchi, bu hozir 30 ming kilometr bo'ldi. Buni yog'i almashgan. O'zi 20 ming kilometrda bir marta yog' almashtirib olish kerak. Buni hisobga olib qo'yasizlar. Bu hamma elektromobillarga taalluqli. Do'stlar, mana shu Xitoy mashinalarida menga nimasi yoqadi? O'rta klassidagi mashinasi ham, eng premium klassidagi mashinasi ham kalonkasiga, ayniqsa dinamikka zo'r e'tibor beradi. Bu Xitoylar o'zi yaxshi ko'radi, muzika qo'yib yurishdi. Bizda misol mashina olasiz, darrov kalonka almashtir, baloshqa almashtir, balo almashtir. Yo'q, bunda unaqa narsa yo'q. Chunki Xitoylar o'zi yaxshi ko'radi muzikani. Qaranglar, dinamik qaranglar. Hadi. Ovoz bo'lmi? Anlashmagan bu. Ana shunisi zo'rda, do'stlar. Yarimlari. Ketaveramiz. Do'stlar, xullas bu mashinada men haydab ko'rib 30 ming kilometr yurdim. Mana xudo xolasa bu 30 mingdan ham oshadi. Men bitta narsani bildim. Mashinani hadovoyi ancha yumshoq. Realniy yumshoq mashina. Uzunligini hisobiga, mana yonidan ko'ringlar, balonlarini hisobiga yumshoq mashina. Lekin bitta kamchiligi bor ekan, yurganda ko'rdim hozir, eshitdim aniqrog'i. Ovozi bor ekan balonda. G'uvillagan ovoz chiqyapti. Bu o'sha mana ishda bor-ku. Mana ishda. Mana ishdan chiqyapti. Buni bitta yo'li bor. Buni mana olib kirasizlar soxonamizga. Mana ishtini biz sizlarga shumka qilib beramiz. Buni balonning ovozini umuman eshitmaysizlar. Bu yerda ichkarida silliq hech narsa eshitmay yurasizlar. Atak mana shu yerda shunaqangi minus tarafi bor ekan. Men uchun. Endi bilindi, endi kimga qanaqa. Mashinani men Malibuga taqqoslasam Malibudan zo'r. Ochig'ini aytaman. Malibuchilar xafa bo'lmasin, minib ko'rsa biladi. To'g'ri elektromobil, to'g'ri 580 degani bilan u 480 yuradi. Kitobi bo'yicha, lekin aslida vobshe 400 kilometr yuradi. Endi bu o'sha har xil holatda, svetoforda turasiz. Hamma oddiy gap, o'sha kondisioner yoqadi, boshqa yoqadi, bu hamma biladi buni. Endi 400 kilometr yuradi deydi. Atak yuraman desiz, sekin, chiroyli yursangiz 450, 480 ni yurib beradi. Puliga arziydi lekin. Do'stlar, to'g'ri, Malibuga taqqoslab yuboryapsiz, 500 ming kommentariyada taqqoslash arziydi. Endi davom etamiz. Mana betlarini ham ko'rsatay. Mashinada asosiysi ko'rishinglar mumkin. Bu medlenniy zaryadka. Ya'ni o'sha medlenniy zaryadkani podдержка qiladi. Tez zaryadka, ya'ni быстрый zaryadkasi bor, mana bu yerda joylashgan. Mana. Bu hozir hali xonjilar bor, 2.5 lar. 2.5 ga taqqoslab bo'lmaydi. 2.5 ancha past yuradi bundan. Endi men sizlarga orqasini ham ochib beraman. Bilaman, aytib qoldirib ketmagan ekan. Shunisi ham shikalla mana. Mana kim biladi? Bilganlar yozinglar. Men aytdan ochaman endi. Bitta ichkaridan ochamiz shikala. Vo, ochildi. Ichini ko'ryapsizlarmi, qanaqa katta? Ancha katta bagajnik 500 litr hajmga ega. Yomon emas-a? Xullas, buni yo'li bor ekan. Tam buzuq deb o'ylamanglar, kommentariyada yozmanglar. Oldin eshigini ochilar ekan va men buni bosib turilar ekan. Men buni boshqa yoqdan qasillatib. Yomon emas, prinsipi. Buni ya'ni kamchilik demaymiz. Yomon emas. Ana. Xullas do'stlar, buni o'sha zavod garantiya bergan. O'zi ofitsialniy zavod motoriga 2 yil garantiya beradi, batareykasiga 8 yil garantiya beradi. O'sha
temir fosfatli batareyka bo'ladi. 8 yil garantiya beryapti, lekin uni to'g'ri ekspluatatsiya qilsangiz. Endi shu holatda kelib chiqadigan bo'lsak, 30 ming, 40 ming, 50 ming, 100 minggacha bo'lgan probegda bu mashinalar o'zini yo'qotmaydi ekan. Agar to'g'ri ekspluatatsiya qilingan bo'lsa, buni olayotganda ayniqsa mana shu so'raylik egasdan. Qanaqangi zaryad qilgansiz? Tez yurganmisiz? Poygachi bo'lganmisiz? Ularni so'rab olinglar, o'shanga qarab ekspluatatsiyasiga qarab turib mashinani holatini bemalol bilib olsa bo'ladi. Endi bu holatida men sizlarga tavsiya qilaman. 80 ming probeggacha menimcha mashina o'zini yo'qotmaydi. Zapchas qilmaysiz. Mana 30 minggacha egalar bilan gaplashdim. Zapchas kerak emas, zapchas almashtirmadim deyishdi. Mashina o'zini qanaqa tutdi? Bir joyi tirqilab, bir nima bo'lib qoldimi desam, yo'q, normalniy bo'ldi deyishyapti. Endi bitta kamchilik joyi bor. Buni kamchilik deymizmi, yo'qmi? Chunki hozir hamma mashinada shu ahvol, даже Mercedes, BMWlarda ham shu ahvol. Mana qaranglar. Buni sababi bu yomonligidan emas. Ayniqsa mana metlar. O'zi shunaqa. Ovozni eshitasizlarmi? Mana shunaqangisiga tayyor turasizlar faqat. Buni to'g'rilasa bo'ladi. Buni baytlariga ustiga olib tursanglar, yog'lar bir nima qilib berishi mumkin. Taylariga bir nima olib berishi mumkin. Lekin любой pozitsiyasini olib turganda ana shularga tayyor turasizlar. Do'stlar, obzorda oxirida nima deyman? Yomon mashina emas. Men tavsiya qilaman. O'zim ham haydab qo'ya qolgan bo'lardim. Shahar sharoitida maza qilib, o'zingiz xohlagan joyingizga 400 kilometrgacha yurib ishingiz bajarib yurish mumkin bo'ladi. Komfort bo'lsa komfort bor, yumshoqlik bo'lsa yumshoq bor. Uzoqqa yurish bo'lsa 400 kilometr yomon emas. Bitta aybi poyga o'ynalmaysiz-da, ko'rdingizmi? Bosganda 2 sekundda qo'zg'alyapti. Endi bu ayb. Endi lekin qolgan joyi juda zo'r do'stlar. Bu menimcha yaxshilikkadir. Do'stlar, xudo xolasa keyingi safar bundan ham boshqa bitta mashinani ko'rsataman. U bundan ham qiziq bo'ladi. Obuna bo'lishni unutmanglar.